Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ishmat Muslimbek, siz Muslim ofisial, ya'ni 01 kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz aka-ukalarimiz, Xudo xolasa biz Frunzadagi, ya'ni 33-asosiy maktab, yangi qurilayotgan maktabga keldik aka-ukalarimiz. Xudo xolasa sizlar bilan o'sha hoji bobomizdan so'zni olamiz. Maktabni ta'mirlash bo'yicha mana hoji bobomiz ish jarayonlarini olib boryapti. Gruppalarga mana hoji bobomizni Frunzan sheriklar taniydi, kamchiliklarni sizlarga aytib, Xudo xolasa karta raqamlarni ham aytib o'tadi. Hoji bobomizning gapidan qaraganda yangi maktabimizni suragi kam qoldi. Shuning uchun keyin nevaram dedi, mana shu bitta video qilib, Xudo xolasa Frunzani shir yigitlarga aka-ukalarimiz shu videoni taqsim qilib jo'natib qo'ysak, mana shu maktabimizni sentabrgacha bitkazishimiz kerak, ya'ni surog bergan deyapti. Shuning uchun men sizlarga hozir hoji boboga mikrofonni beraman. Hoji bobomiz sizlarga barcha ma'lumotlarni sizlarga tushuntirib o'tadi. Assalomu alaykum hoji bobo. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Hoji bobo, aka-ukalarimizga mana shu maktabimizni, yangi qurilayotgan maktabimizni kamchiliklarini tushuntirib, Xudo xolasa aka-ukalarimiz tushungan holda, tushunayotgan ham bor, noto'g'ri tushunayotgan ham bor. Tushuntirib bersangiz, ya'ni surok muddati qancha qolgansiz, qancha surok bergan videoga aytib o'tsangiz hoji bobo. Yo'q, rahmat. Rahmat sizlarga. Mana ahli frunzachilar, birodarlarimiz, aka-ukalarimiz har kungidek mana o'zingiz ko'rib turibsizlar. Mana nasib bo'lsa 3-yil ketyapti. Mana shuni sozlashimiz kerak. Birodarlar, kelingizlar, birgalikda mana shuni bitkazaylik. Mana yaqinda 35 yillik bo'ladi Tojikistonimizda. Katta to'y bo'ladi. Shu to'yga kelingizlar, mana shuni topshiraylik. Nasib bo'lsa bolalarimiz kelib yangi mana shunday zamonaviy maktabga kelib o'qisa juda ajoyibki. Bundan tashqari mana birodarlar, boshqa joydagi mana saxovatparvar insonlar ko'p. Mana aynan shu kunlarda, Arafat kunlarida qani yordam bersa, mana jahonga bir e'tibor qilingizlar. Internetda, televideniyalarda, O'zbekistonlarda qanday yordamlar bo'lyapti. Nahotki biz qila olmasak. O'sha qishlog'imizda o'zida shunday sher yigitlar bor. Kerak bo'lsa 2000 dollarlar ham beradi, katta pullar ham beradi. Kelingizlar mana shuni shu yil tamomlaylik. Sentabrda bolalarimiz kelib o'qisin. Kamchiligini o'zlaringiz bilasizlar. Mana shu kraska-praskalari qoldi ichkarida, отделкасы qoldi. Mana bu tunikafonlari qoldi, listnitsa mayda-chuyda podvallari qoldi. Inshaalloh zamonaviy maktab bo'ladi. Savremenniy maktab bo'ladi. Sizlardan yana bir bor iltimos qilaman. Kelingizlar, yordam beringizlar. Bu saxovatparvar ishlarga yordam beringizlar. Chunki bu bergan pullaringiz hammasi o'zlaringizniki bo'ladi. Inshaalloh buni tushungan odamlar tushunadi. Mana shuni so'rab qolaman sizlardan, o'rtoqlar. Ko'pi ketib kami qoldi hoji bobo. Ha, albatta kami qoldi, juda ko'pi. Hech kim, просто remont qoldi-da, отделка ishlari qoldi. Tamom. Podvalga bir ikkita qani sher yigitlar bo'lsa-yu, deraza darvozalarni olib bersa, tunikafon, shuncha ishlari qoldi menimcha. Hoji bobo, nima deymiz? Mana shu musofirda yurgan aka-ukalarimiz kimki yordam berayotgan bo'lsa, mana shu qo'lni urayotgan aka-ukalarimizga Xudo xolasa bir duo qilsangiz. Mana Xudo xolasa Qur'on namozi 2-kuni Xudo xolasa mana shu videomizni mana shu Frunzani shir yigitlariga, gruppalarga tarqatib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha aka-ukalarimiz nima deymiz? Bu maktabimiz juda cho'zilib ketdi. Nima demoqchiman? Aka-ukalarimiz pul bermasalaringiz ham mana shu yerga kelsalaringiz, buyog'iga yordam bersalaringiz Frunza xalqiga juda yengillik bo'ladi-da. Masalan, hozir safarda yurgan aka-ukalarimizni ham to'g'ri tushunamiz. Rossiya ham oson emas, pulni oson ishlab topmaydi. Uni yaxshi tushunamiz. Hoji bobo ham Xudo xolasa sizlarga kamchiliklarni tushuntirib o'tdi. Ko'pi ketib, kami qoldi. Hoji bobo mish aka-ukalarimizga musofirda yurgan Rossiyaga hammasiga bir duo bersangiz Xudo xolasa. Ilohi amin. Xudo shu sizlarga mana inshaalloh Rossiyaga borib ishlayapsizlar, sizlarga Xudoning o'zi yor bo'lsin. Ishlaringizga madadkor bo'lsin. Inshaalloh Allohning shunday savob ajrlari bor ekan. Shunday ilm o'chog'i, ilm dargohiga berganga qo'shimchasi bilan beradi ekan. Ha, diniy ilmi bor odamlar tushunadi buni yaxshi. Inshaalloh shu ajr savobni olib qolingizlar, ayniqsa mana shu kunlarda juda soz bo'ladi. Mana kelingizlar, sizlarga hammalaringizga inshaalloh sog' salomatlik tilayman, ishlaringizga baraka.
Oilalaringizga sog'lik nasib bo'lsa, yana yillar shu Arafat kunlariga, bayram kunlarimizga, shu Qurban bayramlariga yetishib kelaylik. Nimaiki niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga yetingizlar. Amin. Allohu akbar. Aka-ukalarimiz, ko'rib turganlaringizda Hoji bobomiz maktabda kamchiliklarni tushuntirdi, ya'ni ko'pi ketib ozi qoldi dedi aka-ukalarimiz. Biz sizlarga karta raqamlarni, ya'ni kartani raqami emas, telefon nomerlarini ham aytib o'tamiz. Karta raqamlarini ham aytib o'tamiz. Agar ehson qilmoqchi bo'lsangiz, 1 so'm, 10 so'm, 20 so'm ehson dedi. Ehsonda aybi yo'q. Qo'ldan kelgancha mana shu karta raqamlarini ehson qilsalaringiz bo'ladi. Ehson faqat mana shu maktabimiz uchun aziz aka-ukalar, kimki Tojikistonda, O'zbekistonda kuzatgan bo'lsa, kartamiz международный karta, ya'ni hamma davlat bo'yicha mana shu kartaga ehsonlaringizni qo'shsalaringiz bo'ladi. 1% benefitsiya deydi aziz aka-ukalarimiz. Ya'ni kartaga ulangan telefon nomerlarini aytib o'tamiz aka-ukalarimiz. 93 919 82 84 bo'ladi. Международный, ya'ni viza karta deydi aziz aka-ukalarimiz. Sizlarga endi karta raqamlarini aytib o'tamiz. Kartani raqamini o'zini aka-ukalarimiz 41 26 61 20 03 75 62 13. Ya'ni bu karta raqamlari bo'ladi aka-ukalarimiz. Sizlarga ehsonlaringizni talasalaringiz bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Nima deymiz? Xudo xolasa mana shu kartalarga qancha pul tushsa sizlarga rezultatni xudo xolasa bir aytib sizlarga yana video afzal qilib tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa videolarimizni kuzatib boraveringizlar aka-ukalarimiz. Keyingi videoga ko'rishguncha xayr, omon bo'lingizlar. Yana bir bayramlar bilan hammani musulmon xalqini tabriklab qolaman. Bismillah aka-ukalarimiz, ya'ni maktabimizda obzor bilan sizlar tanishtirib o'tamiz. Buni yangi maktabimiz bo'ladi. Xudo xolasa ko'rasizlar. Maktabimiz qay darajada bitgan, ya'ni dorvazalari, derazalari, kirishkalari, shkaturkalari, hamma narsalari bo'lgan. Ya'ni aka-ukalarimiz aytishga qaraganda bu maktabimizda kamchilik jichcha qoldi dedi. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardim. Aka-ukalarimiz ozgina ishlari qolgan, ya'ni bir yordam qo'yaversak shu maktabimiz bitib qolsa, xudo xolasa sentyabrga juda ham yaxshi bo'ladi dedi. Sizlarga eski maktabimiz bilan tanishtirib o'taman. Ya'ni o'zimiz o'qigan, ya'ni o'zimiz katta bo'lgan maktabimiz, ya'ni 33-asosiy maktabimiz bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda xudo xolasa buni yana o'zimizda yangi maktabimiz bo'ladi. 33-asosiy maktabimiz aka-ukalarimiz, yangi budishi maktabimiz xudo xolasa. Mana sizlarga obzor bilan tanishtirib o'taman. Ya'ni uzoqroqdan, ya'ni yaxshi ko'rinish uchun sizlarga uzoqroqdan qo'yaman aziz aka-ukalarimiz, chunki ichkarini o'zim syomka qilaman dedim. Jichcha qorong'i bo'ldi. Ya'ni soat 5:30 kechqurun soat 6 ga olayotgan videomiz bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizda. Mana Xatman aka-ukalarimiz, videomizni shu boshidan kanalimizga, shu videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, keyin videoni tomosha qilishlaringizni so'rab qolardim aka-ukalarimiz. Mana yonbosh holatlar aka-ukalarimiz. Bu 33-chi, ya'ni eski maktabdan kelganda bu chap tomoni bo'ladi. Ya'ni maktabimiz aka-ukalarimiz. Mana ketdik ichkariga bo'lsa aka-ukalarimiz. Mana maktabimiz. Va nihoyatda yaxshi planlari, proyektlar juda ham zo'r. Mana bu kalorcha bo'lar ekan. Mana kalorcha. Aziz obunachilarim, sizlar qo'ldan kelgancha men sizlarga videoni taqsimlab, ya'ni gapirib, sizlarga video obzor qilib beryapman aka-ukalarimiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana polni sizlar ham qadrishga bo'lib, xudo xolasa laykni bosib, kerakli aka-ukalarimizga yuborib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Mana darvozachalari ukalarimiz ochiq ekan, bu xonalar bo'ladi. Mana xonalari. Mana Google'dan turib sizlarga video qilib beramiz. Tashqari bular. Aka-ukalarimiz sizlarga glavni, ya'ni kerakli joylarni ko'rsatib beryapman. Video obzor qilib, xonalarga har bir xonani ichini ko'rsatib o'tishga videomiz cho'zilib ketadi. Xudo xolasa sizlarga 10 minutcha video obzor qilib tayyorlab beramiz aziz aka-ukalarimiz. Bu birinchi etajdan tushib kelishga, ya'ni birinchi etajimiz bo'ladi. Bu tarafdan chapdan ko'tarilib ketadi, ikkinchi etajga, bu tarafdan o'ngga ko'tarilib ketadi. Bismillah deb o'ng tarafdan ko'tarilamiz aziz aka-ukalarimiz.
xuddi ikkinchi etajimiz ham chiqib kelgandan lestnisadan ko'tarilsak, bu taraf ham koridor bo'ladi, u tarafga. Mana. Bu taraf ham koridor aka-ukalarimiz. Mana. Aka-ukalarimiz shkatulkalari bo'lgan. Menimcha stechkalari ham bo'lgan. Elektromontaj ishlari ham bo'lgan. Ya'ni elektriston hammasi kabellar yugurtilgan aka-ukalarimiz. Ko'rib turganlaringizdek. Mana tashqari aka-ukalarimiz. Boshqa xonalar aka-ukalarimiz. Elektrisalar bo'lgan, yana patologlar turibdi. Mana malyarni ish qolgan dedi aytishiga qaraymi. Tashqarilar. Mana bu xonalar ham qorong'i. Aka-ukalarimiz, nima deymiz? Video obzorimizni tugatib qolamiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga batafsil tushuntirishga, gapirishga harakat qildik. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz aziz aka-ukalarimiz oldindan. Xatmani shu aka-ukalarimizdan iltimos qilganlar bo'lardim. Frunzan shiri yigitlarimiz kanalimizga, videomizga bir podpishka qilib yursa, ya'ni like, ya'ni obunachilarimizdan juda ham yaxshi bo'lardi. Kanalimizda rivoj uchun sizdan mol dunyo so'ramaydi. Mana sizlar uchun xizmatda polni video obzorlarni tanishtiryapmiz aka-ukalarimiz. Mana bu tashqari chiqayotgan o'zi kirib kelgan joyimizda xoddan, ya'ni chiqib ketish holati, ikkita darvozadan iborat. Bittasi kiradi, bittasi chiqib ketadi. Bu mana tashqari holat aka-ukalarimiz. Mana bu 33-maktab bo'ladi, ya'ni 33-sog'ingan aka-ukalarimizga mana marhamat. Aka-ukalarimiz, nima deymiz? Video obzorimizni tugatib qolamiz. Mana shu ko'rinishida shu kungacha mana maktabimiz shunday bo'libdi aziz aka-ukalarimiz. Kamchiliklarni o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Biz qo'ldan kelgancha harakat qilib tushuntirishga, obzorlar bilan tanishtirdik aka-ukalarimiz. Videomizga befarq bo'lmaysizlar. Shu videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa gruppaga taylaymiz, Frunze gruppasiga bir podpishka qilib yurasizlar. Ya'ni 33-maktabda ham sizlarga ko'rsatib o'tyapman, ya'ni o'qib, katta bo'lib, olishib, urishib, bo'lgan maktabimizni ham sizlarga obzor bilan tanishtirib o'taman. Afsuski ichkariga kira olmaymiz. Ya'ni maktabning darvozasi qulib ekan aziz aka-ukalarimiz, endi to'g'ri kelmaydi ham degan umiddaman. Mana pol obzor bilan tanishtiryapman sizlarga aka-ukalarimiz. Mana